Assalomu alaykum. Qalbi ham o'ziga o'xshagan go'zallikka qiziquvchi opa-singillarim. Bugungi videomiz orqali sovun-gul buketimizni yasalish jarayonini ko'rmoqdasiz. Sovun-gullarimiz juda ham xushbo'y va uzoq yillar xonadoningizga chiroy bag'ishlab turishi bilan farq qiladi. Tabiiy gullardan. Sovun-gullar uchun maxsus savatlar tanlab olasiz va oaziz ko'kagini savatga moslab klilab joylashtirib olasiz. Keyingi jarayonda sovun-gullarimizni cho'pga qadab, tagidan barglar qo'yib, chiroyli qilib savatga terib chiqamiz ketma-ketlikda. Bo'sh joy qolmaguncha ketma-ketlikda davom etaveramiz. Shunda buketimiz ham tayyor bo'ladi.